inson oddiy tarovatga intiladi, ammo bu tabiiy. Lekin hayot shu ko'rsatmoqdaki, faqat moddiy boylik bilan inson baxtli bo'la olmaydi. Odamlar o'rtasidagi mehr-oqibat, o'zaro ishonch, inson adolatning asosi sog'lom qalbdir. Shuning uchun Qur'oni Karimda inson qalbini isloh qilishga alohida e'tibor qaratadi. Alloh taoloning kalomi sharifida shunday ma'lum qiladi, Shura surasining 88-89 oyatlarida. Ya'ni bu kunda qiyomatda na mol dunyo, na farzandlar foyda bermas. Faqat Alloh huzuriga sog'lom qalb bilan kelgan kishilargina foyda beradi. Bu oyatda bizga eng katta boylik mol-mulk yoki mansab emas, balki Alloh huzuriga sog'lom qalb bilan borish ekanini eslatadi. Sog'lom qalb shirkdan, riyodan, hasaddan, kibrdan, adovatdan poklangan qalb. Qiyomat kuni insonning tashqi ko'rinishi emas, aynan qalbining najotga sabab bo'ladi. Agar insonning qalbi to'g'ri bo'lsa, uning barcha a'zolari ham to'g'ri bo'ladi. Shuni iymon halovatini his qiladi. Shu to'g'risida Payg'ambarimiz alayhissalom o'zini hadis kitoblarida shunday ma'lum qiladi. Bu hadisni Imom Buxoriy keltiradi. Albatta, jismda bir parcha go'sht bor. Agar to'g'ri bo'lsa, butun jism to'g'ri bo'ladi. Agar u buzilsa, butun jism buziladi. Ogoh bo'linglar, bu qalbdir. Bir parcha go'sht to'g'ri bo'lsa, butun jasad, Alloh buyurgan butun jasadimiz to'g'ri bo'ladi. Agar shu qalb buzilib bo'lsa, butun tana Islom insonning tashqi amallaridan avvalo ichki niyatni tarbiyalaydi. Chunki bir xil ibodat qilgan ikki insondan biri Allohga yaqinlashsa, ikkinchisi oddiy bir amal bajargan bo'lishi kerak. Farqi qalb belgilaydi. Qalb a'zolarining podshohi. Shunga ko'ra amallar qalbdagi niyat va qasd to'g'ri bo'lsagina to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ham inson avvalo qalbini tuzatishga harakat qilishi kerak va e'tibor berishi kerak bo'ladi. Qalb kasalliklarini o'rganish va davolash ibodat yo'lidagi eng muhim ishlardan biridir. Azizlar, mo'minning qalbi Alloh taolo nazar soladigan joydir. Insonning surati va dunyosiga ko'ra Alloh taolo uning qalbi va amallari e'tiborliroq bo'ladi. Inson huzuriga borsak, xonadonimizga kelsak, birinchi aqlga qaraymiz. Bizni qalbimizga, hushimizga to'g'ri keladigan joy bo'lsa, kiramiz. Hushimizga to'g'ri kelmaydigan joy bo'lsa, uydan chiqamiz, kelamiz. Qarangki, Alloh ham bizni qalbimizga qaraydi. Niyatimiz, qalbimiz hozir bo'lsa, Alloh taolo bu qalbga tez nazar soladi. Agar qalbimizda toza bo'lmasa, mana shunday adolatlar bo'lsa, hasad bo'lsa, kibr bo'lsa, hokazolar bo'lsa, Alloh qaytargan amallar bo'lsa, ya'ni Alloh qalbga yana nazar soladi. Imom Ahmad rivoyat hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom odam farzandlik qalbi qaynab turgan qozondan ham tezroq o'zgarib turadi. Ya'ni qozonda qaynab turgan suv qaynagan vaqtda qancha vaqtda tez o'zgaradi. Issiqni zo'rligidan suv pishishi uchun, qaynashi uchun issiq nihoyatda tez qaynaydi. Ana shu qalb, ana shu qaynoq suvdan tezroq o'zgaradi. Mana shuning uchun iymonni mustahkam qilish kerak bo'ladi. Bunday holatda inson qanday xotirjam bo'ladi? Qalb bilan tursa, qaynab turgan suvdagidan tez o'zgarsa qalb. Qanday xotirjam? Ba'zan ibodatda xotirjam emasman, fikrim chalg'iydi degan savollar nihoyatda ko'pda.
bir narsaga ko'proq o'xshaydi. Shu xayolot qo'shiladi jannatga. Qalb shunday tez qaynab tursa, niyat shunday tez o'zgarib tursa, xotirjam bo'lish kerak. Azizlar, bir qancha omillar borki, ularning qalbning buzilishiga sabab bo'ladi. Shulardan haqida qisqacha so'z yuritamiz. Mana shu qalb buziladigan narsalar haqida. Ya'ni Allohning zikridan g'ofil bo'lish va uni yaratganlari haqida tafakkur qilmaslik. Qalb buzilib qolishiga qarangki, nima sabab bo'ladi? Bir qancha omillar ekan, shulardan bittasi qalb zikrdan xoli bo'lmaslik. Allohni zikr qilmaslik. Subhanalloh demasin, alhamdulillah demasin, Allohu akbar demasin. Kalimalarni takror qilmasin. Allohni zikridan uzoqroq bo'lsa, faqat qalbi dunyo topishdan ovora bo'lsa, hoyog'imizga to'lib bo'lgan bo'lsa, bu qalb qanday qilishi? Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, payg'ambarimizga bir salom aytmagan bo'lsa, u qalb kasallanib ketadigan. Zikr qilmasa, ana shu qalbni biz o'ldirib qo'yganmiz. Zaiflashtirib ketganmiz iymonimizni. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo Qof surasining 37-oyatida xabar berdi. Albatta bunda uyg'oq qalb egasi bo'lgan yoki o'zi hozir bo'lib quloq tutgan kishi uchun eslatma bordir. Ya'ni Alloh taoloning zikridan uning yaratganini tafakkur qilishdan va ne'matlariga shukr qilishdan uzoq bo'lganlar qalbini zulmat qoplaydi. Mora qolib kelgan hidoyat nuri kirmay qoladi. Haqni tanimaydigan bo'lib qoladi. Alloh taoloning qalb egalariga qattiq tahdid qilganlar. Endi qalbi kasal bo'lib qolishligi inson tafakkur qilmasa, shukr qilmasa, faqat nomus bo'lganlar bor. Yeyishdan, ichishdan, yotishdan, turishdan, sog'liqdan, kundan, quyoshdan, oydan, issiqdan, sovuqdan, xulosdan umri noshukrchilik bo'lib ketganlarimiz bor. Ba'zan shu g'ofil bo'lib qolamizda, g'aflatga ketib, mana shu noshukrchilik bo'lib qolamizda, qalbimiz shu qilib qalb bo'lmay qoladi. Qarang, quyoshni ko'rmaydiganlar, yoritib qilmaydiganlar, biz shukr qilishimiz kerak. Bugun bizga 2 oy uchun mana issiqlarimiz issiq qoldi. Boshqa davlatlar, Misr davlati, Afrika davlatlari, Iroq davlatlari bor. Biroq 2 oy ozgina yomg'ir mavsumi hisoblansa, bir o'sha 50-60 gradus issiqda yashaymiz. Bizga Alloh shunaqa ne'mat berib qo'yibdi. Mana shu 4 faslda ham ko'ramiz, issiqni ham ko'ramiz, kuzda ham ko'ramiz, qishda ham, bahorda ham ko'ramiz. Ozgina shu 2 oy ichida sizlar mana sabrimiz kamay, boshqachalikda tilimizdan zikrni o'rniga, shukrni o'rniga noshukrchilik paydo bo'ladi. Issiqda o'tirdik, ob-havoga boshladi, muhokama. Qarang, noshukrchilik, shukr qilmaymiz. Shukr qiluvchi bo'lsak, bergan ne'matiga, tandagi jonga ham, bergan jism jasadimizga ham, aqlimizga ham Alloh taolo nimaga berib qo'ygan bo'lsa, bir shukr qilsak, berayotgan ne'matlariga Alloh taolo shukr qiladigan bandasini nima deydi? U berayotgan ne'matini ziyoda qilaman. Agar noshukrchilik qilib qo'ygan bo'lsak, uni azobidan qattiq qiladi deydi. Demak, bu shukr qiluvchi qalbni Alloh taolo isloh qilgan. Agar mana shu qalbni o'lib qolishi, mana shu noshukrchilikdan bo'lib qolgan. Alloh taoloning zikridan, yaratganidan tafakkur qilishni xohlamaymiz. O'zimizni aqlimizga suyanib qolamiz. Faqat o'zimiz ko'rgan bir 4 ta narsa, o'qigan kitobimiz, yerga suyanib tafakkur qilamiz. Allohni yaratgan qancha narsasi bor. Tafakkur ne'matini ishga solsak, shukr qilishga to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo Zumar surasida aytadi: "Axir ko'ksini Alloh islom uchun keng qilib ochib qo'ygan, o'zi esa Parvardigori tomonidan nur, hidoyat o'zi urgan kishi boshqalar bilan barobar bo'lmaydi. Ba'zi
kimga haq yo'lni topish nasib etilsa, uni rad etsa, qabul qilmasa, uning jazosi sifatida qalbi, aqli, fikri buziladi va to'g'ridan Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Son surasini 5-oyat. Ba'zi qachonki ular to'g'ri yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini hidoyatdan og'dirib qo'yadi. Zotan Alloh fisqlar, kofirlar qavmini hidoyat etmas. Endi Alloh tanidi, Alloh bildi. Iymonni qayta tirilishga, ibodatga, islomda hamma narsani tanidi. Olshyapti. Haromni biladi, ya'ni yeyicha harom amalni qiladi. Bildi Alloh haromni oyatda o'qidi, hadisda o'qidi, eshitdi, bildi, yana qildi. Alloh da'vat qilsa, Allohdan qo'rqqan odam Allohning buyruqini bajaradi, to'xtaydi. Gunohni bildimi, gunohini to'xtaydi, to'xtaydi. Sabab bilmaydi. Nafsni g'olib kelishni xohlamaydi. Nafsni o'ldiradi. Iymoni zidida boylik, iymoni oqib ketadi. Haromni harom deb bildimi, bu Allohdan qo'rqdi, unga qattiq amal qildi. Endi haromligini bildi-yu, noto'g'riligini bildi, yana qildi. Bu yoki odam nazarida tilida jana taqvolar, lekin amalga kelganda hech kim yo'q. Kimga kerak? Shu to'rtta o'ziga o'xshagan odamlar boshqa odamga kerak emas. Faqatgina o'ziga o'xshagan odamlar nazarida taqvolar ko'radi xolos. Alloh nazarida emas. Alloh qalbga qaraydi deb turmaydi. Demak, bu qalbimizni ochmaslikka harakat qilishimiz. Alloh taolo o'zini oyatlarida bizga bekorga ogohlantirmaydi. Imom Shofiy o'zgalarni yetkish uchun qilinadigan munozaralar haqida aytadi. Ilmda g'arazli bahs, munozara qalbni qotiradi. Allohni keltirib chiqaradi. Keyingi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda, turli mavzularda, ayniqsa diniy mavzularda tortishuv avj olgan. Tortishuvlar maydonini xo'rozlar jangiga aylantirib yuborishdi. Eng yomoni bu harakatlarda o'zlariga bosh maqsad ilmni joriy qilish, islomiy asl ta'limotlarini targ'ib qilish, yer yuzida tinchlik va xotirjamlikni ta'minlash emas, aksincha qanday qilib bo'lsa ham ro'paradagi odamni mulzam qilish, o'zining so'zlarini isbotlash, bu orqali laylarga ega bo'lish bo'lib qolmoqda. Aslida munozaralar maqsad haqni topish bo'lishi kerak. Bugungi kunda ahvoli tarqatish ham katta mas'uliyatdir. Tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatish, odamlarni bir-biriga qarshi qayrash yoki olqishdan to'kish musulmon axloqiga ziddir. Buning kishi haqiqatni himoya qilish bahonasida ham odob va axloq chegarasidan chiqmasligi lozim. Chunki bu haqda so'z yaxshi muomala bilan aytilsa, ta'siri yanada kuchliroq. Ba'zan o'zi johil, birovga ilmi yo'q, biron joyda bir masalani eshitib qolgan, chalishib turib, bir olim bilan, bir ilmli odam bilan tortishadi. Bu yo'lda uni shu masalada yengish kerak. Olim bo'lsa, uni biridan sirgacha tushib ketgan bo'lsa, fahmi idroki baland bo'lsa, bu chalishib o'tirish gap bilan olim yengib bo'ladi. Johilligi tutib, u johil hech qachon ilmli bo'lmaydi. Ilm qalbga sig'maydi.
u zalolatda bo'lsa, o'zi bir aroqda bo'lsa, o'zi ham yana buni ma'noga tenglashtirib qo'ymoqchi bo'ladi, xolos. Hech bo'lmaganda ichida turishi kerak. Olib boradi, hech bo'lmaganda ichida turishi kerak. Keyingi masalamiz gunoh va masiyat ishlarini qilish. Boshqa olimlardan biri ularni aytadi. Gunohlar g'aflatni keltiradi. G'aflat esa qalbni qotiradi. Qalb qotishi nafsni Allohdan uzoqlashtiradi. Allohning uzoqlashishi esa do'zaxga olib boradi. Inson ba'zan g'aflatga qolamiz. Ilmga faqat uyqu g'aflat emas, dunyoni ishi bilan og'riq, bu ibodatdan, zikrdan, bir savob ishlardan g'aflatga qolib ketamiz. Biror narsa qilaman deb, qolgan ishlarni, savob ishlarni manbalarni to'xtatib qo'yamiz. Ibodatni to'xtatib qo'yamiz, yaxshiliklarni to'xtatib qo'yamiz, savoblarni to'xtatib qo'yamiz. Keyin qilaman deymiz. Keyin ajrga qo'shiladi. Keyinlarda dunyoga qattiq berilib ketish. Oxiratdan o'tib dunyoga qattiq berilib ketish qalbni qoraytiradi. Qachon qalbdan Allohga muhabbat bilan uchrashishga tayyorgarlik chiqib ketsa va unga dunyo muhabbati joylashsa, bunday qalb halokatga uchraydi. Bu esa bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday ma'lum qildi. O'zining oyatlarida Nozil surasida 39 oyatlarda Alloh taolo. Demak, keyingi paytlarda tug'ilishgan aka-ukalar va singillar o'rtasida meros talashish, nohaq ravishda beva ayollar va yetimlarni haqqiga tortib olish holatlari ko'zga tashlanadi. Bu ham qalbning qoraligi va kasalligi davolar. Chunki uning ichiga dunyoviy muhabbat kirib qolgan. Sababli hatto o'zganing ham haqqini tortib olmoqchi bo'layapti. Aslida rasululloh o'zlaridan to'q qilib bir-biriga ihson qilishgan beva yetimlar foydasiga o'z haqqidan kechishi dinimiz maqtagan oliyjanoblik bo'ladi. Demak, ba'zan mana shu ayollar mol tolashib, yer tolashib, uy tolashib, haq tolashib bo'ladi. Haqqimiz shunchaki zo'r bo'ladi o'zlaridan. Shu eng zarur bandlargacha ko'rishadi, haqqini talab qiladigan. Shunaqangi haqqini dunyoda haqqini o'tib berib, birovni qolib ketishga zarurga miqdoricha haqqini qolib ketishga istamaydi. Farzand bo'lsa, farzandga burch bor. Aka bo'lsa, akaga burch bor. Uka bo'lsa, ukaga burch bor. Farzandlar bor. Qarangki, shu narsadan uzoqlashadi. Faqat haq bo'lishib, mana shu o'zimiz yeydigan luqmamizga qaramaydigan bo'ladi. Meros talashganimizda, haq talashganimizda, yer talashganimizda qarangki, qalbimiz qorayib ketganligimiz o'zimizga aytamiz. Faqat haqqimizni talab qilamiz. Allohning buyurganlarini, Allohning talablarini tasdiq qilamiz. Namozga qanchalik xolis bo'lishimizni, Alloh bu namozimizda qanchalik foyda borligini demakki o'zimiz bilamiz. Demakki mana shu Allohning buyurganligiga, mana shu namozimizdagi faqat namoz emas, balki namozdagi qancha tavsiflar bo'yicha namozimizni isloh qilishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida biz bilamiz. Mana shu namozimizga insonni keyingilardan haddan tashqari orzu-havasga kelish. Qalbni kasalliklaridan bittasi haddan tashqari orzu-havasga kelish. Uzoq orzu-havas qilish aldanishdir. Chunki banda har bir lahzada o'limga yo'liqishi. Orzuga berilib ketishlik haddan tashqari
Bu esa qalb qotishiga va shaytonning bandi ustidan hukmron bo'lishiga sabab bo'ladi. Qalb qotib qoldi, shayton egallaydi. Iymon zaiflashib ketdimi, ibodatdan, yaxshilikdan, zikrdan qalb to'silyaptimi, demakki u qalbni shayton egallaydi. Shayton nima desa shu qiladigan bo'lamiz. Orzu havosga tushib keltiradi. Dunyoni matohiga berilib qo'yadi. Ibodatlarni kechiktirib qo'yadi, uzoqlashtirib qo'yadi, o'qimaydigan bo'lib qoladi. Bu orzu havosni inson qiladigan bo'lsa dunyoga aylanib qoladi. Demakki allangan dunyoda yashaydi. Mana shunday bir insonni qalbini qotadigan mana shu ishlardan uzoqda bo'lishimiz kerak. Qari insonning bu to'g'risida hadis sharifda Payg'ambarimiz aytadi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda qari insonning qalbi ikki narsada yosh bo'lib qolaveradi. Qari inson o'zi 60-80 ga kirgan ana shu ikkita holatda ham qalbi yosh bo'lib qoladi. Bu dunyo muhabbati va uzoq umid qilishdir. Demak, dunyo muhabbati insonni qalbini qaritmaydi. Qalb yosh bo'ladi. Dunyoga matohga berilib ketdimi? Demakki, u o'tgandek umrga yetishmaydi. O'zi 60-70 ga kelib turgandan bilmaydi. 80 ga kirgandan bilmaydi. Faqat dunyoni matohi bo'lsa bo'ladi. Odam bo'lsa, ikkinchi orzu havosiga berilsa, 80 yoshga orzuga tortmaydi. Dunyodagi farzlar, vojiblar, sunnat amallar, hadislarga amal qilishlik va sunnatni mahkam tushishlik narsalarni uzoqlab qoladi. Bu ortiqcha orzu havos insonning isrofga, an'analikka va imkoniyatdan ortiqcha xarajat qilishga undaydi. Ayrimlar obro' uchun qimmat qiladi. Kim o'zlariga kerak bo'lsa uy joy qiladi, avtomobil oladi, hatto buning uchun og'ir qarzga ham kiradi. Natijada yillar qarz yuki ostida yashaydi. Holbuki musulmon kishi barakali ko'z qilishdan emas, qanoat va o'zini izlaydi. Demak, inson mana shu isrofdan kelyaptimi, isrofga yo'l qo'yyaptimi, hattoki maqtanish uchun qiladi. Maqtanish uchun qiladi, maqtanish uchun mashina oladi, maqtanish uchun narsa oladi. Alloh berib bergan ne'matga shukr qilmaydi. Birovchi qiladi. Infoqda insonni esdan chiqaradi. Yangi farzandni otalik vazifalarini esdan chiqaradi. Tarbiyani, axloqni esdan chiqarib orzuga berilmaydi. Keyin bir kun boshiga qattiq sig'ilgan bo'lsa, ya qo'lidan shu narsalar matohlar ketib qolsa, shu matoh kamayib bo'lsa, dunyo matohi kamayib bo'lsa, birovdan ko'radi. Talofat qilib qolsa, nima uchun birovdan ko'rib qoladi? Qancha insonga taqib bo'ladi, insonlar taqib bo'ladi, taqib bo'ladi. U haloldan topishiga qaratilib qo'yadi. Demakki, mana shu ertaga hisobda ham shunga yarasha. Mana shu qarzlash qo'yilgan bo'ladi. Bugun uncha qarz bo'ladi, bitirish uchun ertaga birovdan kam bo'lmaydi, yana qarz qiladi. Shu qarz olishlik oson bo'ladi. Ertaga umr bo'yi mana shu qarzni olish bilan berish bilan og'riq o'tadi. Bo'ynida yana qarz bilan ketib qolmasa bo'ladi. Bo'ynida qarz bilan ketsa bo'lmaydi. Erta qiyomatda haqlarni evaziga nima bilan to'laydi? Savobli amallar bilan amaldan tortib beriladi. Qarzni olmasa Alloh bergan sabr qiladigan bo'lsa, ko'p beriladi. Demakki, bu haqni qilishlik kerak bo'ladi. Ba'zan shariat bo'lsa bergan ishlarni ham haddan oshirmaymiz. Shariat bo'lsa bergan, ammo shunday o'zimiz haddini solishni bilmaymiz. Agar inson ruxsat ehtiyojdan ortiqcha qilib yuborsa va isrof qilsa,
uning qalbiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bizda islom yeyish, ichish, kiyinish, kulish, xursandchilik qilish kabi ko'plab amallarni ko'rsatib bergan. Ammo ularning barchasi uchun me'yorda ham belgilar mana shu me'yordan tashqari yo me'yordan oshish tabiiy ravishda sohibiga zarar yetkazadi. Islom dini har bir ishda mu'tadillik va isrofdan qaytarishga buyuradi. Xususan to'y ma'raka tadbirlarni o'tkazishda o'rtamiyonlikka qat'iy amal qilish lozim. Aksincha me'yordan oshish, ortiqcha talaba, isrofga yo'l qo'yish ko'plab salbiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim oilalar qarzdorlikka botib yillar davomida o'sish tashvishida yashamoqda. Azizlar, to'ydan, ma'rakadan amallarimiz borki, isrofdan saqlanadi. Demak, ba'zan to'y qilamiz, o'zimizdan boyroq odamga qaraymiz, nafaqatga qaraymiz. O'zimizdan kamroq qaraymiz. Bizdan boyroq odamlarni to'y qilyapti. Xuddi shu narsalarni o'zimizdan qiynalib ketgan odam nima qiladi? Bizdagi qilinadi. Bizdagi qilinadi. Bizda o'tadi. Islomda avvalida sahobalar nima qildi? Uyda qozon qaynatishdan qo'rqadi. Qo'shni qozon qaynatilmasa, taomni hidi qo'shni qiynab qo'ymasin. Oshqorin ochlikdan qo'shni qiynab qo'ymasin. Bor odam nima qildi? Shu taomni qaynatdi-da, qo'shni qiynab qo'yadi. Qozonni qaytaradi. Hidi borib ozor bermasin. Biz amalimiz qanday bo'ladi? Biz maqtanish uchun yo'q bo'lsa ham qarz olib o'tiryapti. Kreditga to'layapmiz. Boricha bo'lsa, sunnatga muvofiq kelgan. Bu mana shuning uchun tarbiyada juda ko'p nafsimizni tarbiya qilishda ko'p. Mana shu nafsimizni qiladigan shariat ko'rsatmagan o'tish. Peygamberimiz sunnat amallardan o'tkasin. Sunnat qilyapmiz hamma to'ylarda. Sunnat deyishga arzimaydi. Uzoqda bo'ladi. Peygamberimiz qilgan amalni sunnatimizda. Peygamberimiz eshitamiz, qilamiz. Ortiqcha qilamiz, amalimiz. Hattoki Alloh taologa omonatlayotgan oyatlarda Alloh surasida so'zlaydi. Shuningdek, yeb ichingiz, lekin isrof qilmangiz. Zero bu isrof qiluvchilarni sevmaydi. Ya'ni Alloh yeb ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Isrof qiluvchini Alloh yaxshi ko'rmaydi. Bu oyat juda keng ma'noda. Har bir narsamizda, har bir amalimizda, ishimiz, ichimiz, to'y ma'rakamizda, uy-joyimiz, har bir amalimizda aytgan ularimizni hatto mana shu isrofga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Agar isrofga yo'l qo'ydikmi, demakki Alloh yaxshi ko'rmaydigan narsalar qilamiz. Amalimizga yarasha bo'ladi. Amalimizga Alloh taolo bir ne'matni ko'paytiradi, yo bo'lmasa kamaytiradi. Eng muhimlaridan biri bu noshukrchilik haqida. Islom aqllariga ko'ra noshukrchilik, ya'ni Allohning ne'matlariga shukr qilmaslik qalbni qattiqlashtiruvchi, iymonni zaiflashtiruvchi va insonni Allohdan uzoqlashtiruvchi amallardan hisoblanadi. Qur'on oyati va hadis shariflarda noshukr o'tirishga, qalbni urishiga dalolat qiladigan ko'plab dalillar Alloh taolo Muhammad surasida 7-oyatlarida ne'matlarga shukr qilishga amr qilgan va noshukrlikka ziyoda qilishsayu noshukrlar uchun qattiq azoblarga tayyorlanib qo'yilgani haqida aytadi. Ya'ni Muhammad ibn Abdulloh deydi, mo'minning ishi ajablanarlidir. Uning har bir ishida yaxshilik bor. Agar bunga ne'mat yetsa shukr qiladi va bu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Agar musibat yetsa sabr qiladi va bu ham uning uchun yaxshilik bo'ladi. Imom Muslim rivoyatlari. Bunga ko'ra biz uchun har qanday holatda ham yo shukr yo sabr
lekin bir qiyinchilik kelib qoldi, musibat kelib qoldi, talofat bo'lib qoldi. Unga ham sabr qilamiz, Alloh taolo unga ham sabrimiz evaziga nima qiladi? Boshidan inna lillahi va inna ilayhi rojiun desak, Alloh taoloning bir qiyinchilikka ikkita mukofoti bor ekan. Orqasida Allohning va'dasi. Dog' tegis, noyob tegis, o'zimizga qochib qolamiz, bo'lmaganiga Xudodan o'ylaymiz. Unga hech bo'lmaydi. Lekin musibatni Allohning sinovini birinchi daqiqalarida Allohdan deb bilsak, Allohning ikkita mazmunli mukofoti bor ekan. Bu haqda Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytdi. Odamlarga rahmat aytmagan kishi Allohga ham shukr qilmagan bo'ladi dedilar. Ota-onamizga, yaqinlarimizga, ustozlarimizga, bir yaxshilik qilgan kishilarimizga rahmat aytib qo'yish lazim. Shu ne'matni bizga kelib qolishlariga ba'zi sabab qilgan kishilar yoki do'stimizga, yaqinimizga demakki rahmat aytib qo'yishligimiz biz uchun juda muhim. Har bir safhada biz o'tirib qarang, qanchalik nopsand o'tiramiz. Shu ne'mat bo'lmaganda zorlanib turdik, nechta ishga bordik. Bir qarz olaman deb yo'lda ishga bordik, qarz olmadi. Bir yaqinimiz qarz berdi, uni ham shaytonimiz. Vaqtida bermaymiz, oylar, yillar, ijara bir savol bo'lsin deb berib, vaqtida berib, unda aka-uka qo'shni do'stim, mana shuncha qiynalib turdim. Meni shu hojatimni chiqardik. Baraka topib, Alloh oldida yangi baraka bersin, bola-chaqangiz zo'r yaxshi duolarni, yaxshi gaplarni aytamiz. Bezak berishanda sanqirsan, otasi, onasi, akasi, ukasi o'zini. Nima qilsan qilsan-da. Lekin shu bermaganda qancha zorlanib ketayapsiz, mashaqqatli. Bir marta rahmat aytib qo'yish kerak. Otasiga, onasiga, ukasiga, yoki hojatini chiqargan kishiga bir marta baraka topib, otangga rahmat deydi. Yana so'rasang biladi o'shanda. Qiynalganingizga tegib qo'yadi. Bir marta rahmat aytib, baraka topib, boriga shu senani qarindoshi, ota borligidan, aka ukam borligidan, shunaqa zo'r qo'shni bor ekan. Rahmatga baraka topdi. O'sha qancha rahmatni evaziga qancha qalb xotiradi. Shu bitta rahmatni aytamiz. Shu nafsimiz g'olib shayton boshimizga isiga berish, yaxshi gapirsak, bu yo'lni oldida bir kishi olib o'tiramiz. Hisob qilamiz. Demak, mana shu qalbimizni illatdan saqlasagina dunyoning Alloh rahmatlari ko'parar ekan, oxiratda ko'payadi. Mana shu jamiyatda mana shu qalb toza odamni kimga oladi? Degan bo'lsa ham umrimizda ko'rmagan bo'lsa ham yaxshi haqida bir gap eshitib bo'lsak, hurmatimiz oshib ketadi. Shu odam haqida fikrimiz shu insonga o'xshagimiz keladi, shu insonni borligidan shukr qilamizda. Bir yomonlik ko'rsak, bizdan bir yomonlik ko'rsak, bizga hech yomonlik hech qanaqa zarar yo'q. Mazmunda duosi o'tib qoladi. Birovga zulm qilishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va mana shu qalbimizda mana shu illatlardan, kasalliklardan, qalb kasalligi bo'lgan barcha kasalliklardan o'zimizni, qalbimizni Alloh nazar qiladigan qalbimizni saqlashimiz kerak. Va yuqoridagi aytgan so'zlarimiz. Bir uyimiz, joyimiz toza bo'lmasa, bir mehmon kelsa qancha tashvishimiz. Yo'lga turib shu ko'zlarini otib joylarga tushirmasin. Qancha harakat qiladi. Tozalaydi, oziq qiladi, oqlaydi, kuylaydi. Qancha harakat qiladi. Bir to'ylarni orqasiga aytsa, qancha qiymatli hol qiymatlarni qiladi. Ular esa zo'rlab ketsa, yaxshi bo'lmagan ketsa, qancha xizmat qiladi. Qarang, bir bandasi uchun Alloh nazar soladigan xalqni lekin qachon chiqarib qo'yamiz. Qarab qo'ying. Ba'zan qalbimiz kirligidan qalb toza odam o'tirib qo'yamiz. Alloh solsin. Demak, Alloh taolo
bir saqlaydigan bo'lsak, hozir saqlaydigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo ikki dunyoda ham nima qiladi? O'zini rahmati, mag'firati bilan inshaalloh. Vaqtni ifoda qilamiz, Allohga. O'zing buyurgan ashuna nahiy farzandlarga Alloh taolo bergan ishlarimizni va nahiy qilgan inshaalloh. Bu so'zlarga amal qiluvchilardan, bu oyatlarga, hadislarga, ibratli so'zlarga amal qilishga inshaalloh barchamizni nasib qiladi. Bergan bu qalb ne'matingni doim qo'lga saqlashni Alloh o'zing barcha narsamizga nasib qiladi. Ahlimizga ham, oilamizga, qo'ni-qarindosh barcha zo'rliklarimizga o'zing nasib qiladi. Bu kasallikdan kasallanganlarni tezda bu kasallikdan, bu qalbda zangini ketkazishlikda Alloh o'zing barchamizga nasib qiladi. Ya Alloh, iymonimizni ziyoda qilgin, iymonimizni mustahkam qilgin, barcha o'zing buyurgan ishlarda bardavom bo'lish nasib qilgin, o'zing qaytargan amallardan qaytishlikka barchamizga o'zing nasib qilgin. Ya Alloh, o'zing mana shu hayotda dunyoda ham bergan barcha ne'matlarga shukr qiluvchilardan bo'lish nasib qilgin. Alloh, o'zing bu dunyoni banda uchun ne'mat qilib berding. Alloh, o'zing bu ne'matlardan hayotimizdan oshmagan holatda mana shu ne'matlarni ishimizga nasib qilgin. Oxiratda Alloh o'zing jannatingga jamolagan musharraf qiladigan amallarda barchalarimizni amallarda bardavom bo'lish nasib qilgin. Ikki dunyo saodatiga musharraf qilgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan